Birodarlar, bu yurakdagi va CD qopdagi tosh tuzlarga tabiiy giyoh uy sharoitida aytib o'taman. Quloq soling va do'stlaringizga jo'nating bepul. Kunga boqar, ya'ni simichkaning ildizi birodarlar, uy sharoitida kitobdan olib aytyapman. Quloq soling va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Mana shu simichkaning kunga boqar ildizini 100 gramm 3 litr suvga solib 5 minut qaynatib, gazni o'chirib iligandan keyin kun davomida ichib yursangiz agar, bu yuragingizda tosh tuzlar bo'lsa, maydalab, parchalab chiqarib beradigan xususiyatga ega ekan birodarlar. Kitobdan olib aytyapman. Sinovdan o'tgan, deyarli hamma bilsa kerak. Agar badaningizda tuzlar bo'lsa, bo'yinda, tizalarda, buyraklarda hammasini odamzod badanidan tuzlarni haydaydigan simichka ildizi birodarlar. Agar buni topolmasangiz sivejisini bozorlarga borsangiz agar, hamma bozordan topsangiz bo'ladi. Kunga boqar ildizi, simichka ildizi desangiz beradi. Bu yurakdagi tosh tuzlarga badandagi tuzlarni tabiiy uy sharoitida zararsiz, pirisib bermasdan chiqarib beradigan xususiyatga ega. Do'stlaringiz jo'natib qo'ying, xudo xolasa foydali bo'ladi. Manzara.